Salom hurmatli kanalim obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, dolzarb va ochig'ini aytishim kerak, ko'plab yurtdoshlarimiz uchun og'riqli bo'lishi mumkin bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot aytishim mumkinki, har bir oilaga, ayniqsa hurmatli keksa avlod vakillariga bevosita taalluqli. Agar sizda kvartira yoki uy bo'lsa, agar siz pensiyada bo'lsangiz yoki oilangizda pensiyaga chiqqan a'zolaringiz bo'lsa, bugungi videoni boshidan oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Chunki afsuski, ko'pchilik uchun mol-mulk solig'i masalasida kutilmagan to'lovlar paydo bo'lishi mumkin. Bu haqda hammadan birinchi bo'lib xabardor bo'lishingiz va hoziroq kanalimga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu ma'lumot boshqalarga ham yetib borishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati va nimalar o'zgardi? Keling, avvalo bu muammo qayerdan paydo bo'lganini va nima uchun biz hozir bu haqda shunchalik jiddiy gaplashayotganimizni tushunib olaylik. Uzoq yillar davomida mamlakatimizda amalda bo'lgan tartibga ko'ra pensiyaga chiqqan fuqarolarimiz o'z nomlariga rasmiylashtirilgan bir dona turar joy binosisi, ya'ni kvartira yoki uy uchun mol-mulk solig'idan to'liq ozod qilingan edi. Bu juda muhim imtiyoz bo'lib, davlatning ijtimoiy himoya siyosatining bir ko'rinishi edi. Ko'plab bobo-buvilarimiz, nafaqaxo'rlarimiz yillar davomida bu imtiyozdan foydalanib kelishdi va o'z uylari uchun mol-mulk solig'i to'lashmagan. Bu ularning oilaviy byudjetlari uchun sezilarli yengillik bo'lgan. Chunki mol-mulk solig'i ayniqsa katta shaharlardagi qimmatroq uylar uchun ancha miqdorni tashkil etishi mumkin. Ammo hozirgi kunda qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlar tufayli bu tartib biroz o'zgardi. E'tibor bering, bu mutlaqo yangi soliq turi emas, balki mavjud mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozlarga kiritilgan o'zgartirishlardir. Asosiy o'zgarish shundaki, endilikda pensiyaga chiqqan fuqarolar uchun mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozning miqdori cheklangan. Ya'ni sizning kvartirangiz yoki uyingizning ma'lum bir qismi, aniqrog'i qonunchilikda belgilangan me'yordan ortiqcha qismi uchun soliq to'lashingizga to'g'ri keladi. Bu shuni anglatadiki, agar sizning uyingiz kattaroq bo'lsa, avvalgi kabi to'liq ozod qilinmaysiz, balki ma'lum bir qismi uchun to'lov qilish majburiyati paydo bo'ladi. Xuddi shunday, agar pensiyaga chiqqan fuqaro o'z nomiga bir nechta turar joyni rasmiylashtirgan bo'lsa, endilikda bu uylarning barchasi uchun avvalgidek imtiyozlar qo'llanmaydi. Siz bu imtiyozni faqat bir dona mulk uchun tanlashingiz mumkin va u ham cheklangan miqdorda. Bu esa ko'pchilik uchun kutilmagan qo'shimcha xarajatlarga olib kelishi muqarrar. Bu o'zgarishlar asosan Soliq kodeksiga kiritilgan tuzatishlar asosida amalga oshirilmoqda va Davlat soliq qo'mitasi tomonidan aniq tushuntirishlar berilmoqda. Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Endi esa ushbu o'zgarishlar kimlarga ta'sir qilishini va kimlar xavotir olmasligi kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu juda muhim, chunki hamma bir xil holatda emas. Keling, avval kimlar xavotir olish kerakligini aniqlab olaylik. 1. Katta maydonli kvartira yoki uy egalari bo'lgan pensionerlar. Masalan, sizning nomingizda takarat, metr va undan kattaroq kvartira yoki uy mavjud bo'lsa, avvalgi tartibda siz umuman soliq to'lamagan bo'lishingiz mumkin edi. Endilikda esa soliq imtiyozi ma'lum bir standart maydonga, deylik 6 kvadrat metri yoki boshqa bir belgilangan me'yorga nisbatan qo'llaniladi. Agar sizning uyingiz 6 kvadrat metrdan katta bo'lsa, ortiqcha qismi uchun soliq to'lashingiz kerak bo'ladi. Misol bir tasavvur qiling. 7 yoshli Oysha xola Toshkent shahrining markazida 9 kvadrat metrlik kvartiraga egalar. Bu kvartiraning kadastr qiymati ancha yuqori, deylik 600 million so'm. Avvalgi qonunchilikka ko'ra Oysha xola mol-mulk solig'idan to'liq ozod edi. Endilikda esa yangi qoidaga binoan soliq imtiyozi aytaylik 6 kvadrat metrgacha bo'lgan maydonga yoki 200 million so'm kadastr qiymatiga beriladigan bo'lsa, Oysha xola qolgan 30 kvadrat metr maydon yoki 400 million so'm kadastr qiymati uchun soliq to'lashlari kerak bo'ladi. Agar soliq stavkasi kadastr qiymatining 4.25% tashkil etsa, u holda Oysha xolaga qo'shimcha ravishda 400 million so'm, long 25% dedi, 1 million so'm miqdorida soliq hisoblanishi mumkin. Bu oldingi yilgi 0 so'mga nisbatan ancha sezilarli farq. Ikki o'z nomiga bir nechta turar joy rasmiylashtirgan pensionerlar, ba'zi pensionerlar farzandlariga yordam berish maqsadida yoki investitsiya sifatida bir nechta kvartira yoki uy sotib olgan bo'lishlari mumkin.
Avval ular agar bu uylar qonunda belgilangan me'yorga mos kelsa, ularning barchasi uchun imtiyozga ega bo'lishlari mumkin edi. Hozir esa bunday emas. Imtiyoz faqat bitta. Ya'ni o'zlari tanlagan eng kichik yoki eng arzon mulk uchun berilishi mumkin. Qolgan mulklar esa to'liq soliqqa tortiladi. Misol 2. Bobur aka ikkita kvartiraga ega. Biri o'zi yashaydigan 55 kvadrat metrlik kvartira. Ikkinchisi esa farzandiga olib bergan. Ammo hali Bobur aka nomida turgan 75 kvadrat metrlik kvartira. Avvalgi qoidaga ko'ra, Bobur aka har ikkala kvartira uchun ham mol-mulk solig'idan ozod edi. Endilikda esa u faqat bir kvartira uchun imtiyoz tanlashi mumkin. Va bu imtiyoz ham ma'lum bir maydonga cheklangan bo'ladi. Aytaylik, Bobur aka o'zi yashaydigan 55 kvadrat metrlik kvartirasini tanladi va bu maydon imtiyoz doirasiga kiradi. U holda ikkinchi 75 kvadrat metrlik kvartira uchun to'liq soliq to'lashga majbur bo'ladi. Agar bu 75 kvadrat metrlik kvartiraning kadastr qiymati darz 1 million so'm bo'lsa, u holda darz 1 million so'm, 25 1.25 ming so'm miqdorida soliq to'lovi chiqishi mumkin. Bu Bobur aka uchun katta qo'shimcha xarajatdir. 3. O'zgarishlardan bexabar bo'lgan va soliq organlaridan xabarnoma kutayotgan pensionerlar. Soliq xabarnomasi kechikishi yoki umuman yetib kelmasligi mumkin. O'zgarishlardan bexabar qolib, to'lovni o'z vaqtida amalga oshirmaslik esa penya jarima yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Bu eng ko'p uchraydigan holat. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Kvartira yoki uyi qonunda belgilangan imtiyozli maydondan oshmaydigan pensionerlar. Agar sizning yagona turar joyingizning maydoni 6 kvadrat metr yoki yangi qonunchilikda belgilangan boshqa me'yordan oshmasa, siz avvalgidek soliqdan to'liq ozod bo'lishingiz mumkin. Misol uchun, Dilfuza opam kvadrat metrlik bir xonali kvartirada yashaydilar. Ular boshqa hech qanday mulkka ega emaslar. Yangi qoidaga ko'ra, agar imtiyoz 6 kvadrat metrgacha beriladigan bo'lsa, Dilfuza opaga soliq hisoblanmaydi. Ular avvalgi holatdagidek to'liq imtiyozdan foydalanishda davom etadilar. Bu holda Dilfuza opaga xavotirga o'rin yo'q. Mulkning haqiqiy egasi pensioner bo'lmagan oilalar. Ba'zida oilada yoshi katta kishilar yashasa ham, ularning nomiga hech qanday mulk rasmiylashtirilmagan bo'ladi. Mulk farzandlar, nabiralar yoki boshqa oila a'zolari nomida bo'lishi mumkin. Bunday hollarda mulk egasi pensioner bo'lmagani uchun imtiyozlar masalasi ularga taalluqli emas va ular o'z mulklari uchun umumiy tartibda soliq to'laydilar. Ya'ni o'zgarishlar ularga qo'shimcha yuk keltirmaydi. O'tib boshqa turdagi imtiyozlarga ega bo'lganlar. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari va boshqa ayrim toifalar uchun qo'shimcha imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu imtiyozlar pensiya bilan bog'liq bo'lmasa-da, ular mol-mulk solig'ini kamaytirishga yoki umuman to'lamaslikka yordam beradi. Qoida istisnolari, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Bu o'zgarishlar faqatgina umumiy qoidalarni o'z ichiga olmaydi, balki bir qator istisnolarni, kutilmagan vaziyatlarni va e'tibor berish lozim bo'lgan noaniq jihatlarni ham o'zida mujassam etgan. Keling, bularni chuqurroq tahlil qilamiz. 1. Umumiy egalikdagi mulklar. Agar kvartira yoki uy bir nechta shaxs, jumladan pensioner va uning oila a'zolari nomiga umumiy egalik huquqi asosida rasmiylashtirilgan bo'lsa, nima bo'ladi? Bunday holatda soliq pensionerga tegishli ulushga nisbatan hisoblanadi. Agar pensionerning ulushi belgilangan imtiyoz doirasiga kirsa, uning ulushi soliqdan ozod qilinadi. Qolgan egalar esa o'z ulushlariga mos ravishda soliq to'laydilar. Masalan, bir xonadon ehibuzik pensioner ayol, ehibuzik uning o'g'li nomiga rasmiylashtirilgan. Kvartiraning umumiy maydoni 100 kvadrat metr. Yangi qoidaga ko'ra, pensionerga 6 kvadrat metrgacha imtiyoz beriladi. Bu holda pensionerning ulushi 7 kvadrat metr to'liq imtiyoz doirasiga kiradi. Demak, ayol o'z ulushiga soliq to'lamaydi. O'g'li esa o'zining 7 kvadrat metr ulushi uchun to'liq soliq to'laydi. Ammo agar pensionerning ulushi 7 kvadrat metr bo'lib, imtiyoz 6 kvadrat metr bo'lsa, u holda 10 kvadrat metr uchun qo'shimcha soliq to'laydi. Bu yerda hisob-kitob har bir egasining ulushiga qarab alohida amalga oshiriladi. Bu juda nozik masala va ko'pincha chalkashliklarga sabab bo'ladi. 2. Qishloq joylardagi imtiyozlar. Shahar va qishloq joylar uchun mol-mulk solig'i stavkalari va imtiyozlari biroz farq qilishi mumkin. Qishloq joylarda ko'pincha mol-mulkning kadastr qiymati shaharlarga nisbatan pastroq bo'ladi. Shu sababli belgilangan imtiyozli maydon yoki qiymat ko'plab qishloq pensionerlar uchun umuman soliq to'lamaslik imkoniyatini saqlab qolishi mumkin.
Ammo bu har doim ham shunday bo'lavermaydi. Ayniqsa yangi qurilgan zamonaviy qishloq uylari uchun. Har doim o'zingiz yashaydigan hududdagi amaldagi me'yorlarni aniqlashtirish zarur. O'tu, yangilikni bilmaslik tuzog'i. Eng katta tuzoq bu ma'lumotdan bexabar bo'lish. Davlat soliq qo'mitasi xabarnomalarni yuborish kerak, ammo ular turli sabablarga ko'ra manzil noto'g'ri bo'lishi, pochtada yo'qolib qolishi va HK yetib bormasligi mumkin. Agar siz xabarnoma olmasangiz va yangi qoidalardan bexabar bo'lsangiz, soliqni o'z vaqtida to'lamasligingiz mumkin. Natijada esa har kechiktirilgan kun uchun penya hisoblanadi. Bu holatda bilmas edim degan bahona qabul qilinmaydi. Shuning uchun o'zingiz faol bo'lishingiz va ma'lumotlarni o'zingiz aniqlashtirishingiz juda muhim. 4. O'tish davri va amalga oshirish mexanizmlari qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar darhol va bir zumda amaliyotga joriy etilmaydi. Ba'zan ularni tatbiq etish mexanizmlari ishlab chiqilishi uchun ma'lum vaqt talab etiladi. Bu o'tish davrida soliq organlarining o'zlari ham ayrim masalalarda noaniqliklarga duch kelishlari mumkin. Shuning uchun agar sizga hisoblangan soliq miqdori bo'yicha savollar tug'ilsa, to'lovni amalga oshirishdan oldin soliq inspeksiyasiga murojaat qilib, batafsil tushuntirish olishingiz tavsiya etiladi. Ba'zan dastlabki hisob-kitoblarda xatoliklar ham bo'lishi mumkin. 5. Kadastr qiymatini qayta baholash. Mol-mulk solig'i asosan mulkning kadastr qiymatidan kelib chiqib hisoblanadi. Agar sizning mulkingizning kadastr qiymati uzoq vaqtdan beri qayta baholanmagan bo'lsa, u hozirgi bozor qiymatidan ancha past bo'lishi mumkin. Biroq davlat kadastr xizmati mulklarning kadastr qiymatini muntazam ravishda yangilab turadi. Agar sizning uyingizning kadastr qiymati yangilangan bo'lsa, hatto avvalgi maydonda ham soliq miqdori sezilarli darajada oshishi mumkin. Bu ham qo'shimcha to'lovlarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan noaniq jihatdir. Bu kabi holatlarga tayyor bo'lish va ularni oldindan bilish sizni ortiqcha bosh og'riq va xarajatlardan asraydi. Shuning uchun passiv kutib o'tirmay, faol harakat qilish juda muhim. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Qaysi amaliy qadamlarni tashlashingiz lozim? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. O'z mol-mulk solig'i holatingizni tekshiring. Birinchi va eng muhim qadam bu sizning nomingizga rasmiylashtirilgan mulklar uchun hisoblangan soliq miqdorini aniqlash. Buni bir necha yo'l bilan amalga oshirishingiz mumkin. MySoliq.uz portali orqali. Agar sizning shaxsiy kabinetingiz bo'lsa, u yerga kirib, jismoniy shaxslarning mulk solig'i bo'limini toping. U yerda sizga hisoblangan soliq summasi, imtiyozlar va to'lov muddati ko'rsatilgan bo'ladi. Agar shaxsiy kabinetingiz bo'lmasa, ro'yxatdan o'ting. Bu eng qulay usul. Davlat soliq qo'mitasining maxsus mobil ilovalari orqali. Bu ilovalar orqali ham xuddi shu ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Davlat soliq qo'mitasining 1009 dagi qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib, operatorga savollaringizni berib, holatingizni tushuntirsangiz, ular sizga yo'nalish berishadi. To'g'ridan to'g'ri tuman shahar soliq inspeksiyasiga borib, bu usul yosh kattalar uchun qulayroq bo'lishi mumkin. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport va pensiya guvohnomangizni olib boring. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Agar sizga soliq hisoblangan bo'lsa va sizda qandaydir tushunmovchiliklar yoki e'tirozlar bo'lsa, quyidagi hujjatlar sizga kerak bo'ladi. Pasport asl nusxasi va nusxasi, pensiya guvohnomasi asl nusxasi va nusxasi, mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr guvohnomasi, uy joyga egalik qilish huquqi to'g'risidagi guvohnoma va bu hujjatlarda mulkning maydoni, manzili va kadastr qiymati ko'rsatilgan bo'ladi. Agar siz boshqa turdagi imtiyozlarga, masalan, nogironlik ega bo'lsangiz, bu imtiyozni tasdiqlovchi hujjatlar, soliq inspeksiyasidan kelgan xabarnoma agar olgan bo'lsangiz. 3. Soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. Agar sizning holatingiz bo'yicha savollar, tushunmovchiliklar yoki hisoblangan soliq miqdoriga nisbatan e'tirozlaringiz bo'lsa, siz yashash joyingizdagi mulk joylashgan hududdagi soliq inspeksiyasiga shaxsan murojaat qiling. Murojaatda nimalarni ko'rsatish kerak? O'z ismingiz, familiyangiz, otangizning ismi, yashash manzilingiz va aloqa telefon raqamingiz, mulkning aniq manzili va kadastr raqami, pensiya guvohnomangizning seriyasi va raqami, sizni qiziqtirgan savol yoki yuzaga kelgan muammoni aniq va tushunarli qilib bayon eting. Masalan, menga andadir yil uchun so'm miqdorida mol-mulk solig'i hisoblangan. Men pensiyaga chiqqan fuqaro bo'lganligim sababli soliq kodeksining
moddasiga asosan imtiyozga ega bo'lishim kerak edi. Hisob kitobni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Murojaatingizga yuqorida sanab o'tilgan hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarni ham o'zingiz bilan olib borishni unutmang. Ular taqqoslash uchun kerak bo'ladi. Ariza 2 nusxada tayyorlanishi kerak. Bir nusxasini Soliq inspeksiyasi xodimi qabul qilib olib, sizning nusxangizga qabul qilinganligi to'g'risida belgi, shtamp va sana qo'yib berishi shart. Bu sizning murojaat qilganingizni tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. To'lov muddatlariga rioya qiling. Mol-mulk solig'ini to'lashning belgilangan muddatlari mavjud. Agar sizga soliq hisoblangan bo'lsa, uni o'z vaqtida to'lamaslik penya, jarima hisoblanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun hisoblangan soliqni imkon qadar tezroq aniqlashtirib, belgilangan muddat ichida to'lashga harakat qiling. Odatda bu soliq 2 bosqichda to'lanadi, lekin aniq muddatlarni soliq organlaridan yoki May soliq.uz saytidan bilib olishingiz mumkin. 5. Yaqinlaringizga yordam bering. Eng muhimi, bu ma'lumotni ota-onangiz, bobo-buvalaringiz va yoshi ulug' qo'shnilaringizga yetkazing. Ko'pchilik pensionerlar internetdan foydalana olmaydilar va bunday o'zgarishlardan bexabar qolishlari mumkin. Ularga soliq holatini tekshirishda, May soliq.uz saytiga kirishda yoki soliq inspeksiyasiga borishda yordam bering. Bu sizning ijtimoiy burchingiz hamdir. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz tomoshabinlar, bugun biz juda jiddiy va ko'plab pensionerlarimizga bevosita ta'sir qiluvchi o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozlarga kiritilgan cheklovlar endilikda ko'pchilik uchun qo'shimcha to'lov majburiyatini yuzaga keltirmoqda. Bu mavzu bo'yicha passiv bo'lmang, o'z holatingizni aniqlashtiring, kerakli hujjatlarni tayyorlang va zarur bo'lsa, soliq organlariga murojaat qiling. Unutmang, ma'lumotga egalik qilish va o'z vaqtida harakat qilish sizni ortiqcha muammolar va xarajatlardan asraydi. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar sizda bu mavzu bo'yicha savollar, mulohazalar yoki shaxsiy tajribangiz bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldirishdan erinmang. Har bir fikr biz uchun qimmatli. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu kabi muhim ma'lumotlarni doimiy ravishda yetkazib turishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.